Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 45 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sürgün hukumatimizning parlament raisi Yermamat efendimni vaziyat va mulohaza degan tema ustida suhbat qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş geldik. Rahmat. Bugun vaziyat va mulohaza degan tema ustida Yermamat efendim bilan suhbat qurmoqchimiz. Xo'sh, vaziyatimizda nimalar yuz beryapti? Bu dunyodagi ko'tirib qo'qqisiz eng zo'r xo'rliqni beshidan kechirgan va kechirayotgan Sharq Turkistonning muhojiratdagi insonlari vatanga berib kelyapti. Ba'zilarning ota-ona urug' tuqqanlari chet elga chiqib kelyapti. Bir ko'rinishda to'lim normal ishdak, go'sht bilan qondan bitilgan inson bu judolikqa bardoshlik berish kerakmidi deyilish mumkin. Bizning butun bir millat sifatida sharqiy irqiy qirg'inchilik qilinib yer yuzidan yo'q qilinishimiz bu judolikqa arzimasmi? O'limdan battar kun ko'rayotgan qarindoshlarimizning ohu zorimi bu judolikqa arzimasmi acaba? Hatto aslimlarimizdan tortib yo'q qilinayotgan shu ona vatan aziz tuproqning faryodi bu judolikqa paylamasmi? Amaliyotda bu vatan uchun berilgan badalning eng oddiysi bo'lib hisoblanadi. Xitoyning chatirqiga yiqilmay yashash insonlikning eng oddiy o'lchami edi. Nihoyat muhojiratda ko'rdig'inimiz texi bor o'xshaydi. Sobiq Cumhuriyet raisimiz G'ulom Usmon efendim bu to'g'riliq kultur zo'ravonligining yangi varianti degan maqolasi bilan bizdagi karomatni yechib berdi. U yana nomus qilmasa har ish muboh bo'ladi degan maqolasida haqqoniyat va odillik tuyg'usi yo'q Xitoyning her qandaq rezillikni yanmaydiganligi, vijdonsiz hayvon sifat Uyg'ur tilli insonlarni tarixdan o'z manfaatiga ishlatib tashviqotiga silayotganligini ta'kidladi. Va Pokistondan vatanga ziyoratga borganlarning dal shuni misol ekanligini ko'rsatib berdi. Yana nima bo'lyotdi? Mayli nima bo'lmasin, bizning hukumatimiz matbuot, medialarda, amaliy xizmatlarda, namoyish va diplomatik uchrashuvlarda qo'ldan keladiganidan yanmay o'z burchini ado qilyapti. Oldimizda Amerikada lobbichilik hareketimizni başlamoqchi. Hukumatimiz yana bir yurish zich o'rlashtirilgan tarbiyalash programmalari bilan o'z quvvatini oshirishni unutmayapti. Albatta, bizdagi xalqning kutgan yeridan yiroqmiz, ammo niyat xolis, bor kuchimiz bilan tirishimiz. Inshaalloh. Xo'sh. Biz bugun Sürgün hukumatining parlament raisi Yermamat Barachan efendim bilan vaziyat ustida mulohaza qilib bormoqchimiz. Yermamat efendim hukumatimizdagi eng peshqadam inqilobchilarning birisi. Her zaman o'zining mustaqillik aqidasidan yanmaydigan o'z hukumatiga sodiq erkinlik jangchisidir. Yermamat efendim aldirash, ig'ir hukumat xizmatlarining o'tishdan chiqqandan sirt har to'plarda mustaqillik ideyasini targ'ib qilib, haq yo'lda turib keldi. Endi biz so'z navbatini Yermamat efendimga beramiz. Yermamat efendim, oldi bilan biz bilib boqaylik, siz nima vajidan bu hukumatga ergashgan? Marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Endi bu hukumatga nima vajini ergashgandingiz degan savol ekan bu. Bu hukumat degan bek muhim narsa. Masalan, şu dünyada 200 neçe devlet var desek, şu devletlerin hemmisinde hükümet var. Şu hükümet şu devletlerin ki halkının hürlükünü, müstakillikini qo'g'daydi. Endi bizningki vatanimizda o'zimizning hukumati yo'q. Tajovuzchi Xitoyninki qonunsiz hukumati tarafidan xalqimiz mahkum bo'ladi, qirg'inchilik uchraydi. Ma chet elda simolliq bo'lsa bir surgunda hukumat bor. Shunga bu hukumatni qimmat bilib, bu hukumatni bo'lmaydigan bilib, mushu hukumatga ergishib, mushu hukumatda xizmat qilib kelyapman nachirning yog'i. Rahmat. Endi bir gapni aytib qo'yay. Shu hukumatsizmi mustaqil bo'lib? Hukumatsizlik bilan mustaqil bo'lolmaydi. Mustaqil bo'lish
üçün çokum bir hökümet kerek. Hökümet o mexanizmni ipmağıdığan gep. Doğru. Rahmet. Biz vaziyet üstünde bir ağzımız dedik. Sohbet edip paramız dedik. Hazır vatanga berip kelish bir qiziq nuqtaga aylanib qoldi. Albatta, bundan burunmi vatanga berib kelganlar bor. Lekin bundan burun berib kelganlar mehmondek berib, mehmondek kelyapti. Ya bunga bir misol elib so'zlab bersangiz. Burun bağallanımı Xitaylar bunun üstüge ap koygany yok. Okşaş. Özünki planları bilen işlep barıdı Xitaylar. Mesela adetki bir adamlarni bolsa lat qılıplı yol saladı. Neye kelip men siyasetten jirak turuttum, bayraktan uzun turuttum, edem ulaşqa yerde bulmaydım, deydigan gaplarni qiladigan bo'lib qoladi. Ammo Xitoy nishonlagan odamlar bo'lsa, yana necha xilga bo'lindi. Birinchi xili Xitoyninki degan yeridan chiqmasa, uni o Xitoy oldin ola bu yerga borgandan keyin yalang'ochlab hamma ishni qilib, rasmga tortib, videoga tortib, bizning shartimizni ko'rsang, mana shartimizni ko'rmasang, ma'ni oshkorlaymiz deb qo'rqitdi ularni. Shuning bilan ular yavaşlık bilan Xitoyning deganini qiladigan bo'ladi. Yana birisi Xitoyga bo'y vermaydigan yana bir xillari bor. Undaq adamlarni qanday qiladi desa, buning bir misoli masalan 20 yilning oldida shu Qirg'izistonlik bizning vatanga kelib ketib yurgan odam ekan, nayt vatanparvar. Şu adamni bir tekshirish qilib G'uljida qitga. Shuning bilan Qirg'iziston ketib ağrıplan bir neçe aydan keyin bu adam tüyep gittiğin tarafı ötepti de şu adam şuna depti. Aşı bir istakan kaynak suyunu içmişsen boptu ki depti. Boy vermegende manda onşaydı. Boy vergende anda resmini tartıp, video tartıp anda onşaydı. Yani bir misalını kısam 2010 yıllarda boz gerek. Şu biz Amerika'nın şu kız ştatı Virginia ştatı demdik. Ştatı turatkan vaktimde bizden turduğun bir balı vardı. Bir günü Xitay konsologu berip bir anketne yaptı. Pasportumның vakti toşap kalay degen, uzatı olay degen deyim dep. Vay bu Amerika'ya kelgen adam nem kılsın Xitayning pasportunu uzattı. Amerika'nın pasportunu almamsam de desem ya uzatıp koy dedim de. Şunda o anketini sen toşturup be degende şunda karısam şunda Xitayninki yazgan nurgun nemeleri varken de bütünley Xitayga teslim boladiganlar gap zadi. Adam kabul kılını bulmaydı. Bunun da manda mezmunlar bakı bunu ben toşturup veremeydiken ben desem vay ekegine sen uçmaydikense İlşat Hasan'a aparay dedi. Yani bir 2-3 gündeki İlşat Hasan'ın kışığı berip kaldık da şu kösetli İlşat Hasan'a. İlşat Hasan körep vay ben toşturup veremeydiken ben bunu dep kaytırıp etti onunla. Bu da bilinip geldi. Erkan'da Amerika kızık adam kabul kılanmaydı anne. Xitoyga setilish kerak ekanda. O'rnida butunlay Xitoyninki shu deginiga ko'nab zodi Jo'nqa millatining birisi bo'lgan chaqda, o chaqda o shartlar ko'ngan chaqda o anketga qo'l qo'yib qilgandikan, uning ishi bitdi ekanda u yerda. Manda gap taslimchilikni mishatil boshlab ketgan gapkan. O şu vaqtda vatanga berib kelayotgan
adamlarımı şularning qatorida. Onundan müstesna emas. Doğru. Burunmu şu bu iş bağ degan gapda ma'lum shartlar bilan undan bora oladigan. To'g'ri. Sharti var. Hozir berib kelayotganlarni badayli uningdan beterga anglasam hozir anketlarni ba'zilar ko'rib voy bunda qilib bag'atdan bo'ldi o tuqqanlarimni ko'mayli qo'yay deganlar. Burun biz shunday dedik. Endi hozir vatanga berish Xitoyning bizga yo'l qo'ygan bo'layotganda burunqi silishtirganda orliqda bir to'sqan bo'ldi, hozir yana qo'yib bergan bo'ldi. Xitoyda vizalish kirganda qo'l qo'yish qilishtirgan shartlar vaken deb angladik-ku. Yoki hozir burunqidan osonmi? Yoki hozir berayotganlar jiqlayotgan tuyuqsiz burunqini oson qilib etdimi? Va yoki vatanga berib kelganlarga ortiqcha berishimiz kerak bo'lamdi. Japat atdinglar, sizlar berib keldinglar. Sizlar shu bağınılar için bir artık ondan ahval sorulaylı deyişimiz gerekmi? Xitayning qilgan etkinlik ko'zimizdan ko'rgili bordik, deydiganlar borken, buni bir hozirgi ahvolni bir so'zlab bergan bo'lsangiz, vatanga berishni bizningki mustaqillik davomimiz uchun ishlatayotgan taraqqiyotda tushuntirayotganlar borken. Hozirgi vatanga berish ahvolini bizga bir tafsiliy tushuntirib bergan bo'lsangiz. Hozirgi vatanga berish degan o bir çok xatarlik bir iş. En başta Xitoy nima uchun taqidi, necha yil buni tushunish kerak-da. Nima uchun taqidi? Hech nimani kirgizmadi, hech kimni chiqargizmadi, taqidi. Amdilikda nimishga ichpadi? Bir maqsad yo'qmi Xitoyda? Necha yil biz yig'labmishadi judoq. Qirg'inchilik qildi Xitoy. Deb. Amdilikda ishni ichib bersa, berib Xitoy ishim qilmabdi. Deb kelgilibmi? Bu yerda Xitoyning maqsadi bor. Shu qirg'inchilikni yepish. Yapqandimi Uyg'urlarning o'zi bilan. Buni yo'q chiqarish. Mana Uyg'urlar ko'rib kelyapti deb. Endi bu Uyg'urlar mayli basun, mayli kasun damanliqqa Xitoy tarafdan hech nima qilmagandek ko'ringan bilan kelgusini o'ylab baqsin bular. Masalan, bizlar kichik vaqtimizda chet elda tuqqani va vatandagilarni chet elga bog'langan unsur deb qalpiqyapti. Doğru. Bundan keyin shu qalpaqni Xitoy shu chet eldan tuqqani bog'larga tegizmay qolarmi? Bu bir tarafi. Yana bir tarafi bu chet eldagi larninki adresini, telefon nomerlarini ilib bularga har zaman tahdid qilardi Xitoy. Onun kaynidan ma 2 yilni yog'i Xitoyninki nurg'un jasuslari kirmadi deganmaydi. Amerikaning janub tarafdan Amerikaninki bilan qilaymi? Nurg'un Xitoy kirdi deydi. 200 mingda Xitoy kirdi demdi bir gaplarga qaraganda. 200 mingning az deganda yerimi Xitoyning jasusi. Ashularning qo'li bilan kelgusida bu adreslarga ziyon yetkazmay qolmaydi. Chet eldagilarga. Vatandagilarni anda qalpaqlar bilan kelgusida ziyon yetkazdi. Ammo bek cho'ng yetadigan ziyon qaysi desak, shu irqiy qirg'inchilikning Uyg'urning o'zining og'zi bilan yapadigan ish bo'ladi-da. O'zining harakati bilan to'g'ri. O'zining harakati bilan. Uni keyinda chet el davlatlarini shu odamlarni opirib, akilib, video tortib, hech kim bo'lmabdi-ku, bek yaxshi-ku degizib ashada. Uning keyinidan chet el to'g'a yerlariga tashab bu videolarni. Mana bu uchun odamlar aqlli Xitoy, ko'p qildi Xitoy degan bilan nurg'a odamlar mana xo'shal xo'ram berib kelib
özünün oyununu oynayatıdığı dep ularını aldığı taşsa ulamı bizninki davayımızga köngel biladigan işti jirak durdu de. Doğru. Xitay Bizge zeynalan bakı hiç faydası yok. Dinalova bir çammada Xitay neç paxtaklı sokudu meydi. Bu yakında bağaldın mı kol koyduğun iş bağ o. Bağ mı eken? Siz anlaganda. Bir narsa kol koyup bardıgan. Bu hazır Amerika bilen Avrupa'nın farklılık dep Avrupa taraftan viza mayla berip turup keladigan çigradın ötkende tekşirdigan Amerika tarafta konsulxanana aldı bilen kol koydurup endi mangadigan. Mundaq bir ahval eken. Bir kol koydurgan ahval. Şu şartlarga kol koyguzu da elbette şu anketler bağ olanınki. O şartları burunqıdan iğir mikin, yenik mikin? Siz anlagan işler var mı? Men endi ma budaqısını kömüdüm, burunqısını kördüm dedim bu. Anladım budaqısını. Onundan mı iğirke, burunqıdan mı iğir? Burunqıdan mı iğirke? Xitayning zadı nurgun şartları var yani. Onunla maqul dep üyege beriş haramlı depdi go bir adam. Şu bir aydan şunu körüp degidek bununla kol koygandan boldu. Mening apam şu yerda tugep ketse ben baramaydigan boldum. Bu dünyada görüşemeyiz depdi. Vicdanı ketemepti da şunu kol koydiganga. Men endi bunu vicdanı götürüp berip keliyotganlarga bir savol koyman. Demek hamma narsani setib etib bir didar uchun berish arzimdir. Bizning Mantingdan efendim özünün X'ga mundaq bir narsani chiqarib qo'yapti. Tunigin biri mundaq dedi. Vatanga chet eldan turkum Uyg'urlar berib kelib yetibdi. Ular vatanni bek yaxshi bo'lib ketibdi deb maqtabdimish. Maqtayotganmish. Javoban dedim. Ro'yi kasallik ig'irlashib, tushkin ham xiyol kuchayganda odam berib qatnashayotganning o'lim yoki to'y marosim ekanligini bilmaydi. Berib qatnashganning amaliyotda o'zi o'lmay turib o'tkazilgan o'lim marosim ekanligini texim bilmaydi. O'zgargani faqat oramizda bu xildagi ro'yi kasallarning shiddat bilan ko'payishi bo'ldi debdi. Buni to'liq yaxshi debdi. Vaziyatda o'zgarish bo'lmadi. Bizning ro'yimizda o'zgarish bo'ldi. Biz satqinlikni, xoinlikni, hayvon kabi yashashni insonning jumlasidan deb o'ylayman. Men shularga shuni degim keladi. Men kirish so'zdim dedim. Vatanga berish xoinlik. Hozirgi ahvolda biz mustaqil bo'lganda boramiz. Vatanni o'zimiz elib boramiz. Uningdan boshqasi Xitoylarning qilgan gunohini kechirib o'tganlik bo'ladi. Xitoylarning oyog'iga yiqilganlik bo'ladi. Shunga bu temada yana so'zlashimiz. Vatanga bordiganlar bu yerga kelganda yaxshi o'ylanib qo'yishni, keyin buning javobini berishga tayyorlik qilib qo'yishni umid qilamiz. Endi vatandan kelayotganlar oz emas. Vatandan kelgicha ularga qanday shartlar qo'yilar sizningcha? Vatandan kelayotganlar xuddi oson kelgandek o'ylaymizmi? Ularga ham shart qo'yilishi kerak-ku. Vatandan kelaman deganlar siz turishlik eldan aloqa etishga, pasport, turishlik adres degandek uchurlarni berishga to'g'ri keldi. Bu maylimi? Masalan, birisi vatandan kelaman desa, Amerikada siz turishlik bo'lsin, sizning hamma narsangizni so'raydi ular. Siz uningga taklifnoma berasiz, o'zingizning adresi, butun uchurlaringizni berasiz. Bu maylimi? Agar birisini taklif qilaman desangiz, uydagilarni. Buni biz oddiy chaqlasak bo'lmaydi. Vatandan ota-ona urug' tuqqanlarning chiqishi ularning qonuniy huquqining kafolat ega bo'lganimi yoki yana Xitoyning foydasi chiqishganligi. Biraylar vatandan keldi deylik. Bu Xitoylar ularga yaxshilik qilgan bo'lamdi. Bizning ularga uchurlarimizni berishimiz yetarli to'g'ri. Bu bizga foydali bo'lamdi. Shuni bir so'zlab bersangiz. Endi chet elda ballarim ba, ya ota-onam ba deydi. To'lisi ballarim ba deb keladi-ku vatanda. Endi u yerda hamma odamga bermaydi Xitoy u vizni. Xalqning pasportini yig'ib olgan bo'lsa, qanday odamlarga berdi degan chaqda asosiyatdan o'zininki degan yerdan chiqa oladigan odamga berdi. Xitoyning degan yerdan chiqa oladigan odamga. Yana birisi shu qatorda 1,5
Ba'zan bir adamlarga berib qilish mumkin. Mana malag'im badoqliq iliq bir gap bor bizda. Buğdayning banisi qarmish suv ichibdi deb. Ularni aslandikilar. Ammo to'lisi Xitoyninki degan yerdan chiqadigan biz berib seni xotirjam qila olmaymiz. Xotirjamsiz qiladigan ishni qilmaymiz. Deydigan va'dalarni beralaydigan odamlarga beradi. Shunga ularninki biya kelib davatgan oq o'p ketdi, ko'k o'p ketdi, yaxshi o'p ketdi degan gaplarning hammasi yolg'on. Meyadan berib yaxshi o'p ketibdi, oq o'pdi, ko'k o'pdi deb kelgan odamlarning gaplarini hammasi yolg'on. Ayıflarını çıkıp boğaçı, şu sakçılar onun resmini tartib, o iliqi məli iş başqırış orallarının ki resmini tartib, gep elib, uyga elib, kirib, bildi, yetib qıldı eken o. Abay menin deginim şu, şularını mı yalanaşlap, resim tartib, video tartib, qılmağanını qılıp yolga salıdı. Şunlaşqa meya kelib uni o'chab ketadi ularning to'lisini. Jamoatchilikdan uzoq turadigan, bayroqni qishga kelmaydigan, siyosatdan uzoq turmaydigan, ashuna gaplarni qilib, Xitoy yaxshi bo'lib ketdi deydigan gaplarni qiladi. Bu Xitoyning xuyiga bir tutup bir qo'yib berib, bir tutup bir qo'yib berib. To'g'ri. Çoğuğanın yağı nurgun qıtım şunda bo'ldi. To'g'ri. Uni bu yerga tuqqanlari kelsa, o ketdi deb qarash kerak emas. Buningdimi o'yan bor. Bu Xitoylar bekor chiqarib bermaydi o insonlarni. Ular o'zining tashviqotini qilyapti. Shunda biz bu yerda turib, biz ochlarning kelishiga yo'l ichib bersak, bizdimi gunoh bor? Opamni, dadamni bir didor ko'rish uchun mushunga men chaqiriq o'tdim yoki bo'lmasa o'zimning uchurlarini berdim. Bu bo'lmaydi. Har qanday ahvol ostida biz Xitoyning o'yiniga dasturmasligimiz kerak. Bunday ekan, masalan, birsiningki ota-onasi vatandan kelsa, uning bilan kurashga bo'lmaganlarni biz to'g'ri tushunamiz. Chunki qanday chiqding sen vatandan? Shu vatandagilar nimkini ko'rayotgandi. Ajiba, boshqalar chiqolmay sen nima chiqding? Bu savol bo'lmanda? Agar chiqa olsa, hammadan chiqish huquqi bo'lsa, hammadan pasporti o'zi bo'lishi kerak. Uçak hammadan chiqsa bo'ladi. Sening pasportingga chiqaversa, hammadan shu huquq qonun bo'yicha kafolat egosi bo'ldi. Buni faqat Xitoy o'ynatdi xolos. Buni endi biz bu yerga kelib, bu yerda bu bir jamoatchilikning ta'siri bilan voy insonchilik emasmi deb dasqon ko'tarib yursak, bu yana nomussizlik. Biz o'zimizning prinsipini tutmasak, mustaqillik yo'limizni ching tutmasak, bizning bu vijdonimiz çaylanıp yok oldu. Şuna her qanday vaqtda mayli vatanga berish olsun, mayli vatandan kelish olsun, biz buningga hozir vaziyatda qat'iy yo'l qo'ysak bo'lmaydi. Men shunda qarayman, sizning gapingizni shuni his qildim men. Hamda bu yaqinda bir Amerika vaziyatida cho'ng o'zgarishlar bo'ladi. Bugun yangi bir xabarda Xitoyning 49 adamiga bu Amerikada tekshirish qildiganga bir ayblashni o'tibdi-da, shu Xitoyning josusi bo'ladi. Bundan burun bir Xitoy New York shtat boshlig'ining yordamchisi bo'lgan Sunwin degan Xitoy, o'zini Linda Sun deb oldi ekan. Bu Xitoylar ashta qiladi-ku, ismini inglizcha deb oladi. U va uning eri qo'shilib Xitoyga ishlagan pul yig'gan bir ish, bir satchilik aylanib, hozir Xitoyning josusi deb qonunga berildi. Bu xabar hammaga tarilib yurdi. Undan keyin buningga munosabatlik New York shtatiningki shu New Yorkda turishliq Xitoy elchisini qo'llab chiqadi Amerika. Buni har xil xabarlarda qo'llab chiqadi demay, uni aksincha voy ishdan to'xtadi deb yoki boshqa ishni qilyapti deb bir suvoqchilik qildi. Ammo qo'llab chiqadi. Xitoyning josuslik ishlari Amerikada hozir birdan tutilyapti. Siz bu ishga qanday qaraysiz? Siz shuni bir bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Biz Amerikaga yangi kelgan chaqda, yangi kelganlarni yig'ib bir yerda bir yig'in ochgandi. Manda degandi. Amerikada aqmi o'xshash, qarimi o'xshash, Osiyolikmi o'xshash, Afrikalikmi o'xshash,
Ermi o'xshash, ayolmi o'xshash. Bu yerda irqiy ayrimchilik bo'lmaydi. Hammasi teng barobar bu demokratiya sistemasi mushundaq deb bir dars qilgan. Bu Xitoylar buningga nati cho'kib bu Amerikaning demokratiya sistemasini paytamli qilib olgan gapda. Aşu her o'rinlarga kirib bu Xitoylar. Buni cheklim bo'lmagandikin sen Osiyalik kelsan, sen Xitoy kelsan demagandikin bu Xitoylar birsi-birsini tortib aşu shundoq o'rilishib ketdi-da bir yerlarga. Endikin necha zamoningizda bu Amerikaliklarmi diqqat qilmabdi ekan. Endi diqqat qilyapti, tutyapti. Ashundaq cho'ng-cho'nglarni tutyapti. Bu to'ning yaqin. Siz deganda qanda qo'g'lab chiqargan ishlar va ishdan to'xtatgan ishlar va turmuq olgan ishlar bor. Meningcha bo'lsa Xitoyninki unda cho'ng o'rinlarda emas, bu Amerikada ishlaydigan cho'ng o'rinlarda emas, odatdagi bir warehouse ishlaydigan supervisor qatorliq amili va Xitoynimi tekshirisi bo'ladi. Bularning hammasi jasus deyishki bo'ladi. Xitoylar qo'yib bergan jasuslar bular. To'g'risi. Bular bu yerga kirib bularninki siyosatlarini chirtidi, uning keyin siyosatini chirtidi, keyin kelgusida bu davlatning bexatarligiga ta'sir yetkazadi. Endi bunda desak, Uyg'urlarning Xitoy bilan po'chiq pishmaqash qilmishlar demdiki, deb qilishi mumkin. Unda emas. Xitoyninki Xitoydan boshqa hech qanday birsi bilan po'chiq pishmaydi. Amerikalik bilan shunda. Amerikalik nat hoşyar bo'ladi. Hozir mushu Yevropaga vizasiz borgan bo'libdi Xitoylar. Vizasiz borgan Xitoyninki vizasi 50 ga qoladi ashadi. Kelgusi uyagimi bir palakanchilikni taladı bu Xitoylar. Buni diqqat qilish kerak. Dunyo yalnız Amerika emas. Rahmat. Buni bu to'g'riliq biz o'zimizniki xabar to'g'rida xabar berdik. Sharq Turkiston xabar agentligidan. Buningda bu Xitoy bu so'ngin degani Uyg'urlarninki o'sha irqiy qirg'inchilik ishi, majburiy emgak ishininki gapini yoshirgan. Nyu-York tarafda mediaga chiqishiga, o'tirib chiqishiga to'sqinlik qilgan. Bizning ishimizga bevosita aralashgan. O'zininki ishiga aralashgan keyin u Tayvanninki prezidenti kelgan chog'da uni to'sigan. Demak, bu Xitoylarninki bu yerda bu jasuslar to'shib ketdi Amerikaga. Ammo bu Xitoylar bilan birga ish tutadigan bizning Uyg'urlarchi. Bular ichilyapti, bular ichilmay qolarmi? Bularga oldimizda ko'ramiz. Ichiladi. Endi bu yerda Xitoyninki yolg'iz Xitoylarlam jasus qilib qo'yib bergani yo'q. Tibetlardan va Mong'oldan va Uyg'urdan va masalan bizning Uyg'urning ichida Xinjiangdaymiz deb o'tirib chiqqanlar bo'lgan nachining yog'i. Yana teqi mustaqillik chapanni kiyib yuriydi hozir. Teqi oshkora bo'lmagan bo'lsa-mu, ashlarninki shu qilmishlari şunu gösterdi. O çok şu Xitoyga ishlamasa, o Xitoyninki biz qo'yib bergan ismini isilib bu yerda o'zining davlatining ismini bir yoqqa qarab qo'yib harakat qilmaydi bu yerda oshkora. To'g'ri. Demokrat deganni suiiste'mol qilib turib, bular birlikda o'ynatadi. Bularninki pat ortib yo'riq chiqishini, sharmanda bo'lishini umid qilamiz. Bundaq jasuslarninki. Bular Amerikaga emas, butun dunyoga balo yopadi. Agar bular Uyg'ur bo'lsa, bular inson emas. Bularni insonlik kategoriyasidan chiqim chiqarishimiz kerak. Biz shuni saqlab turibmiz. Bundaqlarninki sharmanda bo'lishni, yo'riq chiqishini. Endi biz oxirgi savolda bu markaziy hukumat degan atalmish, markaziy hukumat degan bir tema to'g'risida to'xtalib siz bu markaziy hukumat to'g'risida bir gap qilib bo'lsangiz. Rahmat.
Endi bu merkezi hükümet deganni Xitoylar 100 yilning oldida qurib, uni hozir qon etmaydigan qog'ozning o'rnini tashlayotgan bir narsa bu. Masalan, hammaylar biladi buni. 1911-yili Shanxay inqilobidan keyin Jonghua Mingo vaqt hukumat qurgan. Onun kaynidan merkezi hükümet qurgan. Xitoy tuproqida. Xitoy tuproqida qurgan juma buni. Bizning adamlarimiz chet elda qurimiz deydi. Asli buni bizning vatanimizning tuproqida bir yani egallab, masalan, vatanning janubida olamdı, shimolida olamdı, qayerda egallab mishada biz shu vaqtni qurdik ya markazni qurdik deb qursa, u bir mantiqiga to'g'ri keldigan ishda. Xitoyni do'rabdi desakmi. Hozir bularninki bu chet elda buni quramiz degani faqat mantiqiga to'g'ri kelmaydi. Chet elda shu bizning surgunda hukumat o'zi kifoya. Yani birisi endi bizningki o ikki cumhuriyetimizni Xitoyning keyin qurilgan hozirgi tajovuzchi cumhuriyeti e'tirof qilmaydi o'zicha. Mushu markaziy hukumat qurimiz deyotgan mushu Uyg'urlarmi o'zicha o ikki cumhuriyetni og'zidamanda deb qo'ydi, e'tirof qilmaydi. E'tirof qilsa buni qilmaydi. E'tirof qilsa buni qilmaydi. Bu bir. Yana birisi bu 2004-yili qurilgan surgunda hukumatni hozir qopab markaziy hukumat quramiz deb e'tirof qilmaydigan bir harakatni qilyapti-da. Yana birisi endi bu markaziy hukumatni quramiz deyotgan odamlarning numurvan birinchi numurliq adamining gapini qilayli, endi qilmaydi endi. Bunun tarihiga qarab baksak, mushu surgunda hukumatda aşı adam ismini desek Ablacan Leylaman deyli 10 yıl işleyen. 10 yıl işlep bu surgunda hukumatni faqat rivoj topqizmagan adamlarning birisi şu. Doğru. Hazır ko'nglida aşı özünün işləyətqan vaxtdaki sürgündə hükümetke oxşaş bu hükümet dep oylayatqan bolsa mümkün. Lekin hükümetin qançılık yükselip, qançılık güçlənib, qançılık ilğar vatanperver ballının ki bir yer kirib xizmat qilayotganligini bilmaydi o. Endi bu hükümet degan gapni bir azdirib kelib turib vijdoni bor. Kichikgina bo'lsin bir odamga gap qilsa yarashadi endi. Rahmat. Yana bir gapni desek 2018 yılı kelgan çağda bu hükümetni taqit etimiz, hükümetni yo'q qilimiz deganlarning yana birisi shu adam. Demak, bu adamning qo'lidan ish kelmaydi. Qanday desanglar, bu hükümetni 10 yil ishlab bu hükümetni tuzlanmagan adam. Ahırda hükümetini buzutmen deb buzlanmagan adam. Onun koldan iş kelmeydi degan gap. Endi bir qurilishni qilsangizmi, material tanlaysizda. Material nabab bo'lsa, qurilish olmaydi. Demak, bu odamlar keraksiz material. Hem buzlanmaydi, hem tuzlanmaydi. Ama deptepi bilan o'tirg'i chiqadi, sep-sepini setib nurg'unlagan qarindoshlarimiz bir ish qilib qoldiga o'xshaydi mushunda. Agishib mi qoldi oq ko'ngil qarindoshlar. Lekin keyin vaqtning o'tishi bilan o'zining tamg'isini bosadi bularga. Shu Xitoyning Bingtangda ishlaydigan bir adami deb qarasak bo'ladi-ku. Bingtangda cho'g'ani. Bingtangdan kelgan. Bingtang deganning nimaligini biz nayt yaxshi bilamiz. Nayt yaxshi dedingiz, bu hükümet, merkezi hükümet degende unda bir depla o'tirib chiqib qurib narsa emas. Bu bizning hükümetimiz bekardan kelib qolgan hükümet emas. Sizningki bugungi vaqtingiz ko'p rahmat. Hamda Sharqiy Turkiston surgun hükümeti davlat otimiz Sobit Damonlamning birinchi cumhuriyetining va uning izidan vujudga chiqqan ikkinchi cumhuriyatningki davomidir.
Şərqi Türkistanның müstəqilliyi bizning yanmaz aqidamiz və yetmək nişanımızdır. Biz Şərqi Türkistan xalqının iradəsiga vəkillik qıla alaydiganımızga şək şübhəsiz işinimiz. Çünki Şərqi Türkistan xalqının iradəsi əlbəttə müstəqillikdir. Biz bilan bir niyətdəki şəxsi və təşkilatlar bilan həmkarlaşımız. Çünki biz hökumət, yəni Şərqi Türkistan xalqının müstəqillik iradəsiga vəkillik qılğan sürgüntü hökuməti. Düşənməyənlərə texmi aniq qılıb aytımızki, Şərqi Türkistan sürgüntü hökuməti vətənni müstəqil qilish yolidagi eng usti qurilma. Ushbu sabab hökumatni yo'q qilishga va uni sindirishga uringan har qanday kuch bilan jon imonimiz bilan adoqcha elishimiz. Chunki bu Sharq Turkiston xalqining haqqi. Shuning bilan bir vaqtda o'z hukumati atrofiga o'yishish va uni asrash barliq Sharq Turkiston xalqining majburiyati va burchi. Chunki bu hukumat sizlarga vakillik qildi, sizlarning hukumatinglar. Hukumatimiz bugünkidek shiddat bilan o'zgarayotgan xalqaro vaziyatda bizga kelayotgan fursatni g'animat bilib, davlatimizning mustaqilligi uchun muhojiratga barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni o'rtaq niyatda bir yoqidan bosh chiqarib, mo'rini ko'tarib, vatan uchun kurash qilishga chaqirdi. Rahmat qarindoshlar, vatan uchun kurash qilmasak, bu vatan bizning qo'limizdan ketadi. Biz mangu xonavayron bo'lamiz. Hammanglarning bugungi vaqtiga rahmat. Yarmamat efendimning bugun için ajratgan vaqtiga rahmat. Bugungi programmamiz vaqt tufayli mishada oxirlashdi. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Allohga omonat. Xayr.